Qadrli tong o'rtoqlar, bugun yana sizlar bilan uy tozalashga qaror qildim. Suv kechqurun soat 10 dan ertalab soat 8 gacha chiqayotgani uchun kechqurun uxlash kerak deb uyim hafta davomida tinmay ishga borganim uchun mana shunaqa bardak holatga ketdi. O'rtoqlar, hech qachon yakshanbaga to'g'rilamanglar uy tozalashdi. Undan ko'ra har kuni 15 minutdan tozalasanglar, hajaba uylar toza turadi. Xullas, tozalashdan oldin zavtrak qilib olishga qaror qildim. Oshxonaga kirib, bardakni ko'rib ovqatlangim ham kelmay qoldi. Ayniqsa mana roltonni ko'rib. Rolton yediganlar qalban birgamiz. Uy bardak, xolodilnikda hech narsa yo'q. Mana nima apchechka, mana nima kartoshka bilan piyoz qopdi. Tuxum ham yo'q monasini. Ishlasa yo'qmi bugun yegani? Voy, hajaba nimadir nimadir bor ekan. Qani ochaychi. Tak, bodring. Bo'pti, bugun zavtrakka bodring ekan. Bo'pti, oldin hojatxonani duv holatini videoga olib, keyin zavtrak qilarman deb hojatxonaga yo'l oldim. O'rtoqlar, hojatxonada bardak kecha mishlarim bilan depressiyaga tushganmiz. Hamma yoqqa qusib yorishgan, hamma yoqqa kaka qilishgan. Xullas, mana bu ahvol. Zavtrak qilganimcha suv o'chib qoldi, men esa ishga ketishim kerak. Xullas, bugun tozalamaymiz ekan, strogo не судите. Ham ayol ham erkak bo'lish qiyin. Xullas, uburkatmen.